Yoshni ahamiyati yo'q. Bu mahalliy og'riqlantirish bilan amalga oshiriladigan operatsiya. Vertebroplastika operatsiyasi bu umurtqa suyagining tanasini yemirilishlari, gemangiomalari, patologik siniqlarida shu joyni o'ziga S-duga rengen moslamasi kuzatuvi ostida maxsus shprits bilan sement jo'natib, shu bo'shliqni to'ldirib, suyaklarni bir-biriga yaxshi biriktirib qo'yish bilan amalga oshiriladigan operatsiya hisoblanadi. Andijon shahar Yusuf Otabekov nomli ko'cha 11-uyda joylashgan Najot klinikasida shu operatsiyalarni muvaffaqiyatli bajarmoqdamiz. Yoshni ahamiyati yo'q. Bu mahalliy og'riqlantirish bilan amalga oshiriladigan operatsiya. Yaqinda mana yuragida 2 parogi bor bemorni muvaffaqiyatli shu operatsiyani o'tkazdik. Bemor ertasi kuni uyiga javob berdik. Soppa-sog' holatda ketdi. Og'riqlardan forig' bo'ldi. Onaxonning yoshi 80 yoshdan yuqori edi.